Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Yana bugun sizlar bilan Bahodir Nasirov. Azizlarim, bizda negativdan himoya degan kursimiz yaqindagina boshlandi. Darslar boshlandi. Ularga ham sizlarga ham bir alohida dars tayyorladim. Ya'ni negativlar bizga iloji boricha ta'sir qilmasligi kerak. Ya'ni inson o'zini anglab yetishi, o'zini tushunishi kerak. Qachon unga chekkadan turib kimdir ta'sir qilyapti, shuni hammasini kontrol qilib turish kerak. Ya'ni nazorat qilib tursa, biron bir negativ sizga ta'sir qilmaydi. Biron bir case ko'rib, ya'ni kimdir hayotida bo'lgan voqeani ko'rib, o'zimiz uchun xulosa qilamiz. Men o'zimdan misol keltirsam, yana bir 8 yil davomida turizm sohasida Turkiyada ishlagan odam, organizatorimiz endi o'g'li bo'lgani uchun o'sha qarashib turardi. Birga Qozog'istonning ko'p shaharlarida yonimizda yurgan. Turkiya to'g'risida menga juda ko'p negativlar aytgan edi. Endi hayotda yaxshi tarafi ham bor, yomon tarafi ham bor. Hayotni boricha qabul qilish kerak. Endi faqatgina o'sha negativ tarafini gapirgani uchun, minus taraflarini gapirgani uchun menda ham bir blok paydo bo'lgan ekan. Shu qayerga borsam ham Turkiyaga bormayman degan dunyoqarash shakllangan ekan. Men o'sha paytda hatto bunga e'tibor bermaganman. Lekin tanlaganimda sayohatlarni Turkiya har doim eng oxirgi planda bo'lardi. Ya'ni keyinroq boraman deb. Endi bir sabab bilan Turkiyaga borganda undagi nihoyatda bir go'zallikni endi Xudoyim bergan ekan turklarga. 4 ta dengiz bor, 4 ta dengiz, 8000 kilometrdan ortiq sohil butun Turkiya bo'yicha. Nihoyatda go'zal lokatsiyalar, tabiatiga gap yo'q. Xalqi, tilimiz bir, dinimiz bir. Nihoyatda xushmuomala, ochiq ko'ngil insonlarni nihoyatda ko'p uchratdim. Endi qidirsangiz, o'sha yerda ham kimdir mashinalik qilgan, o'sha yerda ham kimdir neadekvatni topsa bo'ladi, lekin faqat diqqatni shu narsalarga qaratish kerak emas. Ya'ni menga qachonlardir yonimda uzoq vaqt bo'lib, o'zi negativini shu Turkiya to'g'risida, insonlar to'g'risida aytgan negativlarni juda kuchli miyamga joylab qo'ygan ekanki, men o'zim bilmagan holatda, o'zimga отчет bermagan holatda Turkiyaga borishni istamayman deb illyuziyada yurganman. Lekin borib ko'rganda 2 haftaga borgan odam 2 oy qolib ketdim. Keyinchalik oilamni ham olib ketib 2,5 yildan ortiq yashadik. Mana shu tabiatiga oshiq bo'lib, o'sha yerdagi bizga yaqin bo'lgan mentalitetda yashab, juda ko'p o'zim uchun yaxshiliklarni ko'rdim. Lekin o'sha illyuziyani buzish uchun o'sha narsani o'z ko'zing bilan ko'rish kerak ekan. O'sha narsani boshqa tarafdan ham ko'ra bilguvchi inson bo'lish kerak ekan. Boshqa bir inson ham aytib beryapti. Bilasizlar, endi 90 kungacha vizasiz yursa bo'ladi. Dokument qilganda yo'q, srochni chiqib ketishingiz kerak, siz endi 3 oydan keyin kirsa bo'ladi, lekin kelsangiz sizni deport qilib yuboradi deb aytgan gapi uchun boshqa bir inson 1 yil borolmay yurganda, bo'lmasa hech qanaqa to'siq bo'lmagan ekan, bemalol borsa bo'ladi. Keyin aytib beryapti, 1 yildan keyin borimman. Borsa bo'lar ekan, o'zi hech kim senga to'siq qo'ymayotgan ekan. Lekin to'sig'i kim qo'ydi? Boshqa bir negativ insonning gapini olganimiz uchun o'zimizga bloklar, ya'ni to'siqlar qo'yamiz. Voy, borsa yomon bo'ladi. Voy, shtraf to'laymiz. Voy, undoq bo'ladi, bundoq bo'ladi. O'xshamaydi. Bekorga rasxod qilamiz deb har xil keraksiz fikrlar bildiramiz. Endi ko'p. Buni agar aytadigan bo'lsak, oxiri tugamaydi misollarni. Kimdir nimadir deyotgan bo'lsa, faqatgina shu insonni eshitish kerak emas. Shu o'ylab ko'rish kerak ekan, bu inson
negativ fikrlamaydimi? Endi bilamiz-ku. Juda ko'p insonlar negativ fikrlaydi. Faqat yomon tarafini ko'rishi mumkin, faqat yaxshi tarafidan foydalangan, lekin yomon tarafini gapirishga moyilligi bo'lishi mumkin. Shuni ham nazarda tutib, harakat qilish kerakki, shu fikrni o'zingizga olmaslikka. Yaxshisi men tekshirib ko'raman, yaxshisi men borib ko'raman. Bir hafta dam olib ko'ring, o'z ko'zim bilan ko'ring, o'zimdan bir o'tkazay deb tekshirib ko'rsanglar, ko'rasizlarki, nihoyatda bir boshqa bir manzaralarni ko'rishni boshlaysizlar. Boshqa bir siz kutmagan narsalar ochilishni boshlaydi. Shuni hammasini nazarda tutib, ozgina shubha bilan negativ fikrlarga kimnidir yomonlansa, sal boshqacharoq munosabatda bo'lish kerak. Ya'ni olmaslikka harakat qilish kerak. Kimdir nimanidir yomonlayotdim, bu действительно yomon bo'lib chiqmaydi. O'sha joyga borib o'z ko'zingiz bilan ko'ravering. O'sha maqtagan insonlarni ham eshiting, yaxshi tarafini ham ko'rsating. Hozir YouTube bor, juda ko'p informatsiya bor. Internet orqali ko'p narsani ko'rsa bo'ladi. Endi sayohatni misol tariqasida aytdim. Boshqa bir ishni boshlash, dieta, sport, karyera qilish, daromadni o'stirish, buni hammasiga taalluqli. O'zingizlar harakat qilinglarki, bizning atrofimizda negativ gapiruvchi insonlar ko'p. Faqatgina ularning so'zlariga mahliyo bo'lib qolmaylik, o'zimizni aldab, ko'p narsadan mahrum qilmaylik, o'zimizga bilmagan holatda bloklar, to'siqlar qo'yib, "Yo'q, bu ishni qilmayman. Yo'q, bu meni qo'limdan kelmaydi. Yo'q, bu hech qachon o'xshamaydi" deb o'zimiz o'shalarga qo'shilib, o'zimiz ham negativ bo'lib qolmaylik. Asosiysi gap ularda emas, gap bizada. Ya'niki boshqa bir insonlarni ustidan hukm chiqarmaymiz. O'zimizni foydamizni o'ylaymiz. Nima qilsam menga foydaliroq, nima qilsam men gullab yashayman, nima qilsam meni hayotimda ko'p yaxshiliklar bo'ladi. Sayohatlarga ochilaman, katta daromadlarga ochilaman, sog'lik salomatlikka, yaxshi munosabatga ochilaman. Mana shu qiziq bo'lishi kerak sizga. Shu savollarni bering. O'zingiz ustingizda ishlang. Va ozgina izlanganingizdan keyin, bir haqiqatni ko'rganingizdan keyin ko'p narsaga fikringiz o'zgarar ekan. Hayot nihoyatda bir go'zal ekan. Hayotdan zavq olib yashasa bo'lar ekan. Ko'p narsaga shukronalik aytishimiz kerak ekan. Yaxshilik hayotimizda to'lib yotgan ekan degan xulosaga inshaalloh kelasizlar. Yomon tarafi bor hayotda, lekin ikkinchi tarafi ham esimizdan chiqmasin. Yaxshiliklar ko'p, go'zalliklar ko'p. Alloh bizga atagan juda ko'p ne'matlari bor, nihoyatda ko'p. Ana o'sha ne'matlarga shukronalik qildirsak, undan zavqlansak, olganda xursand bo'lsak, shu ne'matlar yana ko'payaveradi, yana hayotimizga kirib kelaveradi. Shuning uchun har doim shukronalikda bo'lamiz, hayotdan zavq olamiz, hayotdan mamnun bo'lamiz, har doim yaxshi kayfiyatda bo'lamiz. Hammalarga ajoyib kayfiyat tilab qolaman.